Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Ot.uz kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilar. Akalar, xudo xolasa men bugun Toshkent shahar yangi yo'ldan sizlarga bitta toy video ma'lumotini olish uchun kelganman. Shu toy ma'lumotlarini beramiz. Akalar, bugungi sanamiz 21-may. Bilasizlar, bugun chorshanba, yangi yo'lda bozor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Ha, rahmat. Hamma yaxshimisiz? Rahmat aka. Toy egalari Bobur aka, bizga to'liq ma'lumot Bobur aka o'zlari beradilar. Bobur aka, hormat, salomatmisiz? Charchamasdan. Sog'lik yaxshimi? Obunachilar uchun ham rahmat aka, charchamasizlarmi? Yaxshimisiz aka? Rahmat aka. Biz oxirgi bo'ykaga ham bitta toy olib chiqdik, a? Ha, bo'yka. Kesharli bitta toy olib chiqdik. Mana hozir undan keyin esa xudo xolasa men bu Yevropadagi toyimiz bor. Olganimda 7 oylik edi. Mana hozir 1 yosh 3 oylikmi shunaqa bo'ldi. 1 yosh 3 oylik. 3 oylik, 4 oylik uzoq. Ha. Kelib tekshirib og'zini ochib ko'raverasiz. Ko'rsak bo'ladimi tishini? Ko'rsak bo'ladi aka. Bitta tishini ko'rsatib qo'ysa. Ko'rsak bo'ladi aka. Mana bemalol. Hali yosh ekan-a? Yo'q, hali 2 to'lmagan akalar. 1,5 yashar ekanda. Altarashka. Shu. Yevropa qoni bor ekanda? Xudo xolasa bor, hammasi. Keyin bitta ko'zi sigir ko'zi o'zi tug'ilganda. Ha, bitta ko'zi chiqar-a? Chiqar, o'shani ham ko'rsatib nima qiling, tug'ilgandan o'zi mana. Mana. Bitta ko'zi chiqar ekan. Zoti toza Yevropa. Bizda Nokatdan olib keltirilgan ekan. Nokatdan kelgan-a? Nokatdan kelgan, bu sovg'aga kelgan narsa o'zi. Sovg'aga kelgan. Akaxonlarniki. Mana o'shani xudo xolasa mana chiroyli qilib olib chiqaylar, mana shu obunachilarga bir ko'rsataylik. Yaxshisi chopaman, uloqqa chopaman, xudo xolasa oldi, marrala chopadi degan bo'lsa, sekin tarbiyalab olaveradi. Daji buni hali men o'zim menga ham qildirmaganman buni. Chunki hali yoshda bu hali. Va nima ezilib qolmasin, bo'lmasin degan maqsadda o'shini yetib beraman, xudo xolasa. Bir 7-chi orqalarini ko'raylik-chi. Shunda buni 3 ta oyoq qashqasi bor ekan-a? Qashqalari bor ishda. Ha, ranglari temir ko'k bo'lib, rangi endi buni konkret rangi endi bilinadi-da buni. Ha, endi chiqadi xudo xolasa. Hali har xil rang bo'lib boraveradi 3 yoshgacha. Peshonalarida bunlargacha kelgan ekan qashqalari. Temir ko'k bo'lib ketgan ekan. Bo'yi qancha chiqib qoladi buni Bobur aka? Xudo xolasa 1.60 ta oldi. 1.60 chiqadi? 1.60 chiqadi. Tekshirib ko'raversin. 1.60 bo'ladi. Oldi ko'klari. Kichkina narsa emas, katta. Yem hech narsa bermagan emas. Oddiy dalada ko'k turadi, ko'kda, bedada. Beda yeb turgan joyida. Dalada. A u yem o'tizmaydi, yem bo'lmasa, kattaroq bo'lsa berib o'rgatamiz degan maqsadda oldim. Xo'p, yuvoshlari qanaqa aka? Yuvoshligi zo'r. Nuqtada surib ketib qolib. Yo'q, yuvoshligi unaqa sakrab, unaqa odati yo'q. Qochib ketmaydimi? Yo'q, mana yuvoshlari mana. Yoshliklari hammasi cho'tka aka, mana ko'raversan. Yosh bolaga ham yaxshi. Shunaqa urkib, sakrab unaqa narsa holati yo'q. Bo'ldi. Buni nima deb laqab qo'yib qo'ydingiz bunga aka? Prins bo'yka edi. Bo'yka 2. Bo'yka 2? Bo'yka 2 aka bu. Kallanglar Faqat yaxshi. bo'yka qo'yamiz yoki boshqasini qo'ymaymiz. Bo'yka. Yaxshi ko'rib, o'sha bo'yka otni ko'rgan bo'lsangiz, o'shanga havas qilib. Hammasi qo'yganman. Bo'ldi aka. Mana xudo xolasa yangi yo'ldan shu toyni sotuvga qo'yildi. Bo'ylari 1.60 yoshi paltarashka. 3 ta oyog'ida peshonasida qashqasi bor. Zotini Nokatdan kelgan Yevropaning xoni bor, Yevropa deyaptilar. Kimga qiziq bo'lsa sotiladi. Sotilishdan oldin buni narxini aytamiz. Bobur aka buni narxini bitta elga yuvosh qilib talashadigan qilib nima deymiz aka? Arzon etib qo'ysak ham bo'lmaydi, qimmat etib qo'ysak ham bo'lmaydi. Kommentariyada gap bo'ladi, yoki to'g'risi o'rtacha bo'ladigani qilib chiroyli qilib 2,5 ming qo'yaman. 2,5 ming. Abdazizga 2,5 ming qo'yaman. Bozorda ham o'sha narx bo'yapti. Misol uchun oddiygina misol aytmoqchimanki, endi oladigan odam xudo xolasa yaxshi olib chopaman degan bo'lsa, erta ham Bobur shohdan olganman desa, misol uchun, mana shu uloqchilikdan olganmiz akamizdan deb ertaga esdalik bo'lib qolib, aka-uka bo'lib qolaylik kim olgan bo'lsa ham, xudo xolasa. Xudo xolasa. Abdulaziz aka, bu aka bitta toyimizning nimasi bor? Oyog'ida hozir chandig'i bor aka. Chandig'i emas. Qancha bo'ldi? 1 oy oldin oyog'ini shilib oldi. Nimaga? Simga shilib oldi. Mana oyog'ini ko'rsating. Yana akalar, unaqa edi deb ko'rsatmasa, yaqinroq kelib ko'rsating. Mana aka shilgan joyi bor. Bitib ketgan ekan. Bitibda o'sha? Hozir buni ko'p o'yin kelib yugurtirib ham ko'raveramiz. Oyoq bosh unaqa deb hech qanaqa problema yo'q. Tezligini? Tezlik hammasi cho'tki. Yugurtirib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi akajon, bemalol. Ketdi mana. Mana yugursa.